Xudo xohlasa aka-ukalar, 4 ta dehqonni xonadonida qo'chqorlarni sifati zo'rlar bor ekanmi. Assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xohlasa aka-ukalar, 4 ta qo'chqor sotiladi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida, Uchko'prik sentrida dehqonni xonadonida, xudo xohlasa yoshi 13 oyli ikkitasi tish buzgan akalar. Ikkitasi shu 1 oy, 1,5 oy, 2 oy tish buzadi. Qo'ylar sifati zo'r ekanmi. Xudo xohlasa to'g'ri sotaveraman deyishyapti. Dehqonchilik xudo xohlasa yaxshi niyatda boqib turishgan ekan. Qo'ylarni eng kattasi живой vesi 90-97 kilo, pasti 85 kilomi. To'rovini sotaveramiz deyishdiganlar, ko'ringlar, mana shu sifati a'lo ekan. Bitta, ikkita, uchta to'rovini sifati zo'rami. To'rovi ham sinjun. Mana xudo xohlasa qo'chqorni turishini ham ko'ringlar. Xudo xohlasa qo'chqorlar sifati a'lo, to'rovi ham qo'chqor sinjun. Ammo qo'chqorlar menga yoqqan joy iligi yo'q ekan, hammasi polvon ekan. Sifati zo'r ekan. Dehqonchilik aka bilan gaplashdim. Uchko'prik sentrida qo'ylar ama hammasi yo'g'on polvon qo'chqorlar. Xudo xohlasa bular so'ysa ham bo'laveradi. So'ysa ham oldini 60 kilo yuki bor, pasini 50 kilo yuki bor. Go'sht yog'i ham. Aka bilan gaplashdim. Akaga aytdim, bo'lagan qilib bering dedim. Aka 8,5 milliondan bo'lsa beramiz deyishyapti. 8,5 million. Bo'yi ham 85 plus. Akalar xudo xohlasa to'rovi, quyug'i, suyug'i egasi bilan gaplashdim. 8,5 milliondan beramiz deyish. Qo'ylar Surxondaryo Binodan olib kelishgan ekan. Borib Atardan ko'rib olishgan ekan. Ammo qo'ylar to'rovini ham sifati zo'r ama. Zotga ham bo'laveradi, boqsa ham bo'laveradi, so'ysa ham. Quyug'i 8,5 milliondan beramiz deyshap. Ammo живой vesi ham qo'ylarni bitta 85 kiloligi bor xolos. Bitta 90 kilo, ikkitasi 95 kilodan kelaveradi ama. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlarmi? Xudo xohlasa to'rovi sotiladi. Akalar, adres Uchko'prikda. Quyug'i, suyug'i 8,5 million. Ammo zo'r ekan qo'chqorlarni.